Bir gap, bir ibrat, ma'noli so'zlar. Ilmni izlagan odam hech qachon adashmaydi. Sabr qilgan esa albatta manziliga yetadi. Insonni buyuk qiladigan narsa boyligi emas, balki uning xulqi va amalidir. Nafsni yenga olgan kishi dunyoni yengan kishidan ustundir. Til bilan aytilgan so'z yurakdan chiqmasa, u yurakka yetib bormaydi. Bugun qilgan yaxshiliging ertaga seni qutqaradigan eng katta boylik bo'ladi. Aql bilan yurilgan yo'l uzoq bo'lsa ham, oxiri xotirjamlikdir. Sabr qilgan odam kechiksa ham yutqazmaydi. Ilmsiz ibodat ko'r-ko'rona yurishga o'xshaydi. O'zini tuzatgan inson jamiyatni ham tuzata oladi. Dunyo seni sinaydi, ammo e'tiqoding seni saqlaydi.